Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siydik tosh kasalligi, ya'ni buyraklarda tuz hosil bo'lishi haqida gaplashamiz. Bunda biz O'zbekiston sharoitida qaysi suvlarni ichish xavfsiz, shular haqida ham gaplashib o'tamiz. Ya'ni bunda o'zi buyrakda toshlar hosil bo'lishiga sabab nima? Sabab iqlimimizmi, suvimizmi yoki turmush tarzimizmi? Shular haqida mana shu videoda gaplashib o'tamiz. O'zi buyraklarda tosh qanday hosil bo'ladi? Masalan, ichimlik suvimizda, ya'ni o'zimizda O'zbekistonda ichimlik suvi qattiq suvlarga kiradi, ya'ni bularda ichida magniy bilan kalsiy juda ko'p miqdorda bo'lgani hisobida buyraklarda tosh hosil bo'lishi mumkin. Bunda masalan o'zimizda iqlimimiz issiq bo'lgani hisobida suv biz ichganimizdan keyin o'sha kalsiy, magniylar mana teri orqali tezda suyuqlik chiqib ketgani hisobida buyraklarda magniy, kalsiylar qolib ketib tuz hosil bo'ladi. Buyrakda tosh hosil bo'lish jarayoni bir kunda bo'lmaydi. U vaqt o'tgan sari paydo bo'lib boshlaydi. Bunga asosiy misol buyrakda boyagi kalsiy, magniylar to'plangandan keyin ular mikrolitlar bo'ladi, ya'ni mayda toshchalar bo'ladi. Ular asta-sekin bir-biriga qo'shilib katta toshlar hosil bo'ladi. Bunda ayniqsa bizda ovqatlanish tarzimiz ham ta'sir qiladi. Ya'ni haddan tashqari ko'p tuzli ovqatlar, ko'p go'sht yeyish, bular ham mana kam suv ichish, bular eng katta muammoga, ya'ni siydik tosh kasalligi hosil bo'lishiga olib keladi. Bunda masalan misol qilib aytishim mumkin, o'zimizda suvlarni misol choynakka qaynatsa agar, e'tibor bersalaringiz agar, choynakning ichida qatlam hosil bo'ladi, ya'ni oq qatlam hosil bo'ladi. Xuddi shunday qilib buyraklarda ham tosh hosil bo'lishi mumkin. Buyraklarda tosh hosil bo'lmaslik uchun 5 ta oltin qoida bor. Bunda biza toza suv, ya'ni filtrlangan suv yoki yengil suv deyiladi, ichida minerallari kam bo'lgan suvlardan iste'mol qilishimiz kerak. Ikkinchisi, bunda bizlar mana vaznimizga qarab turib 2,5-3 litrdan yarasha suv ichishimiz kerak. Ya'ni vaznimizga qarab turib 2,5 litrdan 3 litrgacha suv ichish kerak. Uchinchisi, bu mana tuzni kamaytirishimiz kerak. Ya'ni bir kunda iste'molimizda 5 grammdan oshmaydigan darajada tuz iste'mol qilishimiz kerak. To'rtinchisi, bunda ko'p harakat qilish kerak. Ya'ni buyrakdagi mayda toshlar ko'proq harakat qilganimizda, mashqlar qilganimizda hisobiga o'zini o'zi buyraklardan tushib ketishi mumkin. Shuni ko'proq harakat qilsa agar, o'zimizda fizika qonuni hisobidan ham pastga qarab tushib ketadi ko'p tuzlar toshga aylanmasdan. Beshinchisi, bu 1 yil davomida yo 1 marta yo 2 marta o'zingiz uchun tekshiruvdan o'tib turishingiz kerak. Agar sizda shu va shunga o'xshagan muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali shaxsan o'zim bilan bog'lanishingiz mumkin.